Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Ibn Majah kitabınınki davamı. 31. hadis. حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deganki, sizlar manga yalğanni to'qimanglar. Chunki manga yalğanni to'qish, yalğanni nisbat berish do'zaxga kirgizadi. Ya'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning demoqchi bo'lgani, sizlar manga men demagan gapni dedi, men qilmagan ishni qildi, men muqarrarlashtirmagan ishni gap so'zlarni yoki muqarrarlashtirdi deb manga yalğandan bundaq nisbat bermanglar. Chunki bundaq qilish do'zaxga kirgizadi. Bu yerdagi do'zaxga kirgizishni olimlar kafir bo'lib ketib, islom doirasidan chiqib, do'zaxda mangu qiladigan do'zaxga kirish emas, balki cho'ng gunohni qilib do'zaxga kiradigan do'zaxga kirish deb tushundirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yolg'onni to'qish, ya'ni yolg'ondan bunda dedi, bunda qildi yoki bunda ishni muqarrarlashtirdi deb yolg'ondan mushta deyish, yolg'ondan nisbat berish, yolg'ondan to'qish cho'ng gunoh bo'lib, ayt gunoh ig'ir, qilmish ig'ir, harom qilmishdir. İmam Ahmad rahimahullah hatta shunday deganki, Peygamber alayhissalomga yolg'onni to'qigan kishi fasih bo'ladi va qoidadan shahodat etish talab qilindi. Chunki Peygamber alayhissalom yolg'onni to'qishga jur'at qilgan, qasddan yolg'onni to'qishga, yolg'on hadislarni to'qishga jur'at qilgan kishilarning ko'pinchisi zindiqlar deb shunday degan. Ammo yolg'on hadis ekanligini uqmay rivoyat qilib qolgan bo'lsa, bu uning sirtida, bu uning doirasiga kirmaydi. Yani qasddan degan gap bor bu yerda. Payg'ambar alayhissalom qasddan yolg'onni to'qiydigan kishilarga do'zaxning va'da qilinganligi haqidagi hadislar mutawatir hadislar bo'lib, Ibn Majah rahimahullohmi buning haqida yana bir munchilgan hadislarni buning dalil sifatida mutawatir hadis ekanligini isbotlab rivoyat qiladi, hozir chiqadi oldimizda. Agar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yolg'ondan nisbat berilgan, yolg'ondan to'qilgan hadislarni rivoyat qilish to'g'ri kelib qolsa, mau yolg'on hadis, to'qilim hadis deb uningga askartma va aniqlama berib boshqalarga tushuntirish kerak uni. Bayon qilib berish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilganda nihoyat ehtiyotchan bo'lish bilan, qo'rqish bilan birga yana Payg'ambar alayhissalomning ballighu anni walau aya, mendan bir oyat bo'lsin yetkazinglar degan mushu buyruqlarga amal qilishimiz kerak. Ya'ni ikki tarafga teng amal qilishimiz kerak. Ham ehtiyotchan bo'lishimiz kerak, qattiq, ham Payg'ambar alayhissalomning sahih sunnatlarini yetkazishimiz va taqitishimiz kerak. Bu hadisdan endigan yana bir foyda, Payg'ambar alayhissalom havoy havasdan so'zlamaydiganligi uchun, faqat vahiyni so'zlaydiganligi uchun Payg'ambar alayhissalomga yolg'onni to'qish Alloh taologa yolg'onni to'qiganlik hisoblanadi. 32. hadis. Bizga Muhammad ibn Rumh al-Misri hadis so'zlab berdi dedi Ibn Majah rahimahullah. O mundaq deydi bizga Al-Lays ibn Sa'd hadis so'zlab berdi. O Ibn Shihab az-Zuhriydan rivoyat qilgan, o Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq deydi: kimki menga yolg'onni to'qisa, o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin. Hasibtuhu qala mutaammidan. Qasdan dedi degan lafzini ishlatib dedimiki deb gumon qilma degani orliqdagi qistirma jumla Ibn Shihab az-Zuhriy rahimahullohning gapi bo'lib, u Anas ibn Malik rahimahullohni man kazaba alayya mutaammidan deb, man kazaba alayya degandan keyiniga mutaammidan degan lafzini qaytib turib dedimiki deb o'ylayman deb shak qilib qopti. Kimki menga yolg'onni nisbat bersa, qasdan o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin. Maq'ad degan manzil degan gap. Bu o'xshashlar ilgirgi hadisga o'xshash Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yolg'onni to'qishning haromligi, cho'ng gunoh ekanligi, ya'ni do'zax va'da qilingan cho'ng gunoh ekanligi chiqadi. 33. hadis. Ibn Majah rahimahullah shundaq deydi, bizga Abu Haysama Zuhayr ibn Harb hadis so'zlab berdi. U mundaq deydi, bizga Hushaym u Abi Zubayrdan, u Jabirdan, ya'ni Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan hadis so'zlab berdi deydi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu deydi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kimki menga qasdan yolg'on to'qsa, yolg'on nisbat bersa,
u o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin. 34-hadis. Ibn Majah rahimahulloh shundoq deydi: bizga Abu Bakr ibn Abi Shayba hadis so'zlab berdi. U mundaq deydi: bizga Muhammad ibn Bishr hadis so'zlab berdi. U Muhammad ibn Amrdan, u Abi Salamadan, u Abi Hurayra radhiyallohu anhudan hadis so'zlab berdi. Mundaq deydi. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu shundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq dediki: "Man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kimki menga men demagan narsani dedi deb nisbat bersa, u o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin. Ma hadisda men demagan gapni dedi desa debdi. Lekin ilgirki hadislardan demagan gapni dedi desa, qilmagan ishni payg'ambar alayhisalom qildi desa, payg'ambar alayhisalom muqarrarlashtirgan ishni muqarrarlashtirdi deb taqrirotlarini nisbat bersa, yolg'onni to'qqan bo'ldi. Hammani o'z ichiga oldi. 35-hadis. Bizga Abu Bakr ibn Abi Shayba so'zlab berdi. U mundaq deydi: bizga Yahya ibn Ya'la at-Taymi so'zlab berdi. U Muhammad ibn Ishaqdan, u Ma'bad ibn Ka'bdan, u Abi Qatada radhiyallohu anhu den rivoyat qilgan. U mundaq deydi, ya'ni Abu Qatada radhiyallohu anhu shundaq deydi: Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqulu ala hazal minbari. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mushu minbarning ustida turib mundaq deganligini angladim. Ya'ni o'ziningki mushu gapni anglaganligini texim ta'kidlash uchun bu gaplarning nihoyat esida bor ekanligini boshqalarga bildirish uchun ham bu demoqchi bo'lgan hadisning nihoyat muhimligini bildirish uchun bu minbarning ustida turib mundaq deganligini anglagandim degan gapni qo'shib degan bo'lishi mumkin. Iyyakum va kasratal hadisi anni. Sizlar mendan ko'p hadis rivoyat qilishdan ehtiyot qilinglar. Faman qala alayya falyaqul haqqan aw sidqan. Kimki menga nisbat berib, payg'ambar alayhisalom bunda dedi deb nisbat berib, bunda gap qilsa, haqni desin yoki rostni desin. Va man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kimki menga men demagan narsani dedi deb buni da'vo qilsa, nisbat bersa, u chaqda u o'zining o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin. Payg'ambar alayhisalomning sallallohu alayhi vasallam sahobalarni ko'p hadis rivoyat qilishdan to'sishi bo'lib boshda to'sqan, chunki Qur'onga sal qarilib qolmasin deb. Qur'onga sal qarilib qolmasin deb, ham Qur'on bilan hadis aralashib ketmasin deb boshda yozishdimi to'sqan. Chunki ko'p hadis rivoyat qilgan vaqtida Qur'on sal qarilib qoladi, ham ko'p hadis rivoyat qilganda xatolashib qolishmi yuz beradi. Chunki ma'nosini rivoyat qilib, lafzi jihatdan lafzi boshqa bo'lib qoldi yoki bir eg'iz gap so'zchiq yoki oz kam bunda bo'lib qoladi. Ammo payg'ambar alayhisalom mening hadislarimni rivoyat qilmanglar demadi. Qilinglar, haq gapni qilinglar, rostni danglar. Men deganni danglar, demaganni demanglar dedi. Ibn Majah rahimahulloh shundoq deydi, 36-hadis. Bizga Abu Bakr ibn Abi Shayba so'zlab berdi va Muhammad ibn Bashar so'zlab berdi. Demak, Ibn Majah rahimahulloh bu hadisni ayrim holda ikki shayxdan anglagan. U ikkisi mundaq deydi: bizga G'undar Muhammad ibn Ja'far so'zlab berdi. U mundaq deydi: bizga Shu'ba so'zlab berdi. U Jami' ibn Shaddad Abi Saxrdan, u Amr ibn Abdullah ibn Zubayrdan, u dadasidan, ya'ni Abdullah ibn Zubayrdan rivoyat qilgan bo'lib, Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu shundaq deydi: men Zubayr ibn Avvamga, endi dadamga mundaq dedim: Mali la asma'uka tuhaddisu an Rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Men sizning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilganingizni anglamayman-ku, xuddi Ibn Mas'ud va palondan anglag'animga o'xshash. Ya'ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va palon hadis rivoyat qiladi. Men shularning rivoyat qilgan hadislarini angladim, lekin sizning hadis rivoyat qilganingizni anglamadim-ku degan chaqda qala ama inni lam ufariqhu munzu aslamtum. Amma men musulmon bo'lganimdan tortib payg'ambar alayhisalomdan ayrilib boqmadim. Lekin men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kimki menga qasdan yolg'on to'qisa, o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin degan mush hadisni anglagan edim dedi deydi. Ya'ni sahobalarning ba'zilari payg'ambar alayhisalomning hadislarini rivoyat qilishda nihoyat oz rivoyat qilgan. Ansirab chunki ular ma'nosini rivoyat qilib, lafzini o'z ayni rivoyat qilmay qilishdan, bir eg'iz gap so'z ortiq kam qilib qo'yishdan yoki ilgirkayin
Bunda rivoyat qilib qolishidan nihoyatda ansirgan. Yana nurg'ulg'an sahobalar payg'ambar alayhissalomning ballig'u anni walau aya degan hadisiga amal qilgan asosda payg'ambar alayhissalomning sahih sunnatlarini rivoyat qilib bugungacha bizga yetib kelishiga sabab bo'lgan Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. 37-hadis. İbn Majah rahimahulloh shunda deydiki, bizga Suvayd ibn Sa'id hadis so'zlab berdi. U mundaq deydi, bizga Ali ibn Musir hadis so'zlab berdi. U Mutarrifdan, u Atiyyadan, u Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bo'lib, u mundaq deydi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Kimki menga yolg'ondan, qasddan yolg'on gap qilsa, u o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin. Bu ilgirki hadislarga o'xshash. Ibn Majah rahimahulloh bu hadislarningki mutawatir hadis ekanligini ta'kidlash uchun bir qancha yo'llarni bu yerda rivoyat qilgan. Ba'zi hadisshunos olimlar ba'zi mutawatir hadislarningki nurg'ulg'an yo'llarini rivoyat qildi. Garchi shu hadisning o'zi o'xshash bo'lsa-mu, mutawatir hadis ekanligini, nihoyat kuchli ekanligini isbotlash uchun. Bu hadislardan elindigan xulosa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilgan nihoyat ehtiyotchan bo'lish. Payg'ambar alayhissalomga yolg'ondan nisbat berilgan to'qilma hadislarni rivoyat qilmaslik, agar rivoyat qilish kerak bo'lib qolsa, uning yolg'on hadis ekanligini deb qo'yish. Payg'ambar alayhissalomga yolg'onni to'qish, yolg'on nisbat berish insonni do'zaxga tushirib yotadigan cho'ng gunoh ekanligi va bu qilmishning harom ekanligi.